6. pare. Bismillahirrahmanirrahim. Zulumga uchrag'ıchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon so'z qilishini Alloh yoqtirmaydi. Zulumga uchrag'ıchining zolimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibat qilishiga bo'ladi. Alloh zulumga uchrag'uchining duosini anglag'uchidir. Zolimni bilguchidir. Sizlar oshkora yoki yo'shirin bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Alloh afu qilguchidir, qudratlidir. Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar. Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib, payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ojirtvatmoqchi bo'lganlar. Payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar. Uning, ya'ni iymon bilan kufrining orasida o'tira yo'l tutmoqchi bo'lganlar. Ani shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostilla kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etgan, ulardan hech birining orasini ojirtvatmagan. Ya'ni hammasiga iymon etgan kishilarga Alloh ularning tegishlik ajrlarini ato qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musodan buningdanmi cho'ngroqini so'rab, bizga Allohni oshkora ko'rsatgin degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sabablik ularni chaqmoq so'qdi. Ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Ular ro'shan mo'jizalar kelgandan keyin Mo'zayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afu qildik. Biz Musoga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizalardan ro'shan pakat ato qildik. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahdi olmoq uchun ustiga tur teg'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbaning hurmatini saqlanglar, ya'ni shanbada beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. Ular ahdini buzganliklari, Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklari va Muhammad alayhisalomga dillarimiz pardalangan, ya'ni so'zingni tushunmaydi deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Alloh ularning kufri sababidan dillarini pechatlayapti. Shunga ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Yana ularning kufri, ya'ni İsa alayhisalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton choplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Yana Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ldirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning İsa'ni o'ldirganimi yo'q, darg'a osqanimi yo'q, va lekin ularga shubha silindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhisalomga o'xshab qolgan boshqa birisini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi masalasida shubhidadir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'a asoslandi. Ular İsa'ni jazman o'ldirmadi. Balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhisalomni Alloh ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga ib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va
Allah'ның бәндесі екенлігіге iman етеді. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darga astıq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazoni olganliklari ve kişilerinin pul mallarını nahaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga, sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga, iymon etadigan mo'minlarga, namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etquchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad, biz Nuhga va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda İbrahimga, İsmoilga, İshoqqa, Yaqubga, Yaqubning avlodlariga, İsa'ga, Ayyubga, Yunusga, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari, ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor? Sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Alloh Musoga bevosita so'z qildi. Əvətilgən peyğəmbərlərdən keyin Allah'ның oldida kişiler, yani peyğəmbər əvətilgən bolsa, əlbəttə iman etatdım və itaat qılatdım degüçilərə bahane bulup qanmaslığı üçün itaat qılğuçılarga cənnət bilən xuş xəbər bərgücü. Asilik qılğuçlarını dozaqdan agahlandırğucu peyğəmbərlərni əvətdik. Allah g'olibdir. Hikmet bilən iş qılğucudur. Yahudilar ve Nasaralar senin peygamberlikinge guvalık bermese gunahi özüge. Lekin Allah sana nazil qilgan Qur'on orqali peygamberlikinge guvahlık berdi. Allah Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nazil qildi. Farishtalarmu Allah sana nazil qilgan Qur'onga va peygamberlikinge guvahlık berdi. Başqalar guvohlik bermagandimi Allohning guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki kafir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki kafir bo'lganlar va zulm qilganlarni Alloh mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lg'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'liga boshlaydi. Ular cehennemde mengü kalıdı. Bu yani ularni cehennemde mengü kaldırış Allah'a asan. Ey insanlar! Peygamber yani Muhammed Aleyhisselam sizlerge perverdigarınlardan haqdin ip geldi. İman eytanlar ki bu sizler üçün faydalı. Eğer inkar kısanlar yani küfrini devamlaştırsanlar Allah sizlerden bihacet. Çünkü osmanlardaki ve zimindeki şeylerinin hemmisi Allah'nındır. Yani Allah'ның mahlukatıdır, mülküdür. Allah bendelerinin ahvalini bilgücüdür. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. Ey ehli kitap, yani Nasaralar cemaati, dininglarda haddidan oshmanglar. Allah'ның şaniga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Yani Allah'a şeriki ve balısı buluştun pak deb etiqat qılanglar. Məsih İsa Məryəmnin oğlu, faqat Allah'ның rəsuludur. Sizlər guman qılğandək Allah'ның oğlu emasdır. Məryəmə Allah'ның ilqi qılğan kəliməsidir. Yani adının vasitəsiz Allah'ның vücudqa kel degan so'zdan yaratılğandır. Allah tərəfindən gələn bir ruhdur. Allah'a ve onun peygamberlerine iman eytanlar. Allah
İsa Мәриямден ibaret üçtür demеңла. Xuda üç deydigan etiqatdan qaytыңla. Bu sizlarga foydaliqdir. Allah faqat bir ilahdır. Balası buluşdan Allah pakdır. Osmanlardaki ve zimindeki şeylerinin hemmisi Allah'nındır. Yani Allah'ның mülküdür, mahlukatıdır. Allah yeterlik hamidir. Mesih mu? Allah'a yakın perişteler mu? Allah'a bendi buluşdan herkes baş tartmaydı. Kimler ki Allah'a bendicilik qilishdan baş tortidigan ve ko'ranglab ketadigan bilsin ki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob elish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allah'a qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allah'ның azobidan qutuldirdigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yepishqanlarga kelsak, Allah ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatiga daxil qiladi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey Muhammad, senden ota-onasi, balası yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Allah ota-onasi, balası yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balası bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarikining yerimini oladi. Agar u ayolning balası bo'lmasa, er bir tuquni uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarikining 3dan 2 hissasini oladi. Ular tarikining 3dan 2 hissasini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Sura Maide. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mo'minlar, ahdilarga, ya'ni Allah bilan sizlarning o'ranglardagi va sizlarning o'z o'ranglardagi ahdilarga vafo qilinglar. Sizlarga bu surada tövanda o'qib berildiganlardan boshqa hayvonlar, ya'ni to'ga, kola, qo'ylarning hammasini zabihi qilingandan keyin yeyish halol qilindi. Lekin sizlar ihrom yoki haramda bo'lganinglarda shikarni halol sanamanglar. Shubhisizki Allah halol, harom to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey mo'minlar, Allah'ның dinning alomatlarini, ya'ni hajda toatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri haramda urush qilishni, hadiyni, ya'ni Kabe'ga atalgan qurbonlikqa daxl taruz qilishni, qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga isib qo'yilgan narsalarga chiqilishni, Parvardigorning fazlini va roziliqini tilab Baytullahga haj uchun yoki umra uchun kelguchilarga chiqilishni halol sanamanglar. Ihromdan chiqqan chig'inglarda shikor qilsanglar bo'ladi. Biror qavm, ya'ni mushriklarning sizlarni Masjidi Haram ziyoratidan to'sqanlikdan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga chiqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon,
qon, çoşqı go'shi Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga ilinib, bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ldirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Hamda butlarga ilib berilib, uning yanında bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jahiliyat davrida pal uchun ishlatilgan 3 parcha yog'och bilan pal silishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan, harom qilingan narsalarni yesa, gunoh bo'lmaydi. Allah mag'firat qilguchidir. Bandalariga nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, ular sendan o'zlariga yemak ichmakdan nimalarning halol qilinganligini so'raydi. Aytqinki, sizlarga pok narsalar va it, qarchiga, qo'shqa, qushqa o'xshash shikorga o'rgatilgan. Sizlar Allohning o'zinglarga o'rgatgani bo'yicha o'rgatgan ovchi jonivorlarning shikor qilgan narsalari halol qilindi. Ularning sizlar uchun o'g'lagan narsalardan yanglar. Ovchi jonivorlarni shikorga qo'yib bergan chig'inglarda Allohning nomini yod qilinglar. Ya'ni bismillah denglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan tez hisob olguchidir. Bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tomiqi sizlarga haloldir va sizlarning tomiqinglar ularga haloldir. Mo'minlardan bo'lgan afifa ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan afifa ayollarning məhrini bəsənlər, iffətlik boğunanlar və oşkara yoşurun pahişini közləməyinənlər halda ularını alsanlar. Ular sizlərə halaldır. Kimki imandan yenib alıdıkən, yoki şəriət əhkamlarını inkar qılıdıkən, onun əməlinin savabı yox çıxırıldı. Ahirətdə o ziyan tartqıçlardan boladı. Ey möminlər! Sizlar tahoratsiz bo'lib, namoz o'qimoqchi bo'lib turguninglarda, yuzinglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar, yoki sizlarning bir singlar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundurgan bo'lsanglar, yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqni tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Alloh sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Alloh shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, İslam şəriətini bayan qilish bilan nimetini sizlarga tamamlashni xohlaydi. Ey möminlər! Allohning sizlarga bergan ulug' nimetini va sizlar bilan qilgan muahidisini eslanglar. Ayni zamonda sizlar angladik va itoat qildik degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan bandalarining dillaridagi sirlarini bilguchidir. Ey mo'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Odillik va guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'shmanlikinglar ularga odil bo'lmasliklaringlarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga odil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'shman turib odil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar.
Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. Kafir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mo'minlar, Allah'ның sizlarga bergan, ya'ni sizlarni dushmaninglardan saqlaganlik nimetini eslanglar. Ayni zamonda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi, ya'ni sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allah'ның emrini o'rinlash, mani qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Müminler Allah'a tevekkül kılsın. Şüphesiz ki Allah İsrail evladından məhkəm əhdi aldı. Ularning orasidan, ya'ni 12 oymoqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amaliqalarga avatdi. Hamda Allah: "Men sizlarga yordam beraman, ey İsrail evladi. Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'idil arkon bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul milinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimki amr qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi", dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildi. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildi. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad, ularning ozg'inisdan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Biz nasaramiz deganlardanmi? Allah'ni bir deb tunishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishqa mahkam ahdi oldi. Ular Injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldi. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Ya'ni ular o'zlarining qabih amallarining jazosini tortdi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar kitobda, Injilda va Tavratda yo'shirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yo'shirgan narsalardan nurg'unni kechiradigan, oshkorlab sizlarni pash qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Allah shu kitob, ya'ni Qur'on orqali roziligini tilaganlarni salomatlik yo'llari, Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. Irodasi bo'yicha ularni kufri qorong'uligidan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isa, Allohdir degan kishilar, ya'ni Nasaralarning bir firqasi haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Allah Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Allah xolig'ini xalq etadi. Allah har narsaga qodirdir. Yahudilar va Nasaralar, biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'g'ashqa do'stdirmiz dedi. Aytqinki, undaq bo'lsa,
Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Balki sizlar boshqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan insonsizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi. Xohlagan odamga azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar bizga savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantirguchi kelmadi demasliginglar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xush xabar berguchi va ogohlantirguchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga o'zri qolmadi. Allah har narsaga qodirdir. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Ne'matini yod qilinglar. Allah o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi. Ya'ni o'zinglarni o'zinglar xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'tirsidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Alloh sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zamonga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ular: "Ey Musa, muqaddas zamonda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular ot qavmining qoldiqi bo'lgan Amaliqalar. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kiramiz" dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga: "Shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar" dedi. Ular: "Ey Musa, madamiki ular muqaddas yer ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'tirib turayli" dedi. Musa dedi: "Parvardigorim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin." Allah dedi: "Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda odishib yuriydi. Fosiq qavm uchun qayg'urmag'in. Ey Muhammad, ularga, ya'ni ahli kitobga va qavminga odamning ikki o'g'li, ya'ni Habil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Habil bilan Qobil ikkilan qurbonlik qilgan edi. Birisi, ya'ni Habilning qabul bo'ldi. Yana birisi, ya'ni Qobilning qabul bo'lmadi. Qobil Habilga: "Men seni cho'qim o'ltiraman" dedi. Habil: "Nemishqa?" dedi. Qobil: "Alloh sening qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi" dedi. Habil aytdi: "Alloh faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Agar sen meni o'ltirishga qo'lingni so'zdigan bo'lsang, men seni o'ltirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sen bilan bo'lgan gunohni, ya'ni meni o'ltirganlik gunohingni va sening ilgiriki gunohingni, ya'ni otang odamning amriga osiylik qilganlik gunohingni ustunga elib, ahli do'zaxlardan bo'lishinglarni tilayman."
kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudir. U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Hobilni o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ldirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qo'g'a avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'lidi. U buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qo'g'ichilik bo'lishdan ojiz keldimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilguvchilardan bo'ldi. Shu, ya'ni Qobilning Hobilni nohaq o'ldirganligi sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildiki, kimki nohaq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa, u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rostla shonliq mo'jizalarni olib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni Isroil avlodining to'lisi kufrida, odam o'ldirishda, ziminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. Allah va uning rasuli bilan urush qilganlarning, yer yuzida buzg'unchilik qilganlarning jazosi shuki, ular o'ldirilishi yoki doriga esilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu, ya'ni jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik ilib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sizlar tutib bilishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Ey mo'minlar, maqsadga erishishinglar uchun Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohga toat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Alloh yo'lida jihad qilinglar. Yer yuzidagi barliq narsalar, yana shuningdek bir hassa keladigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ular uzilib qolmaydigan doimlik azobga qoladi. O'g'irlik qiluvchi erning va o'g'irlik qiluvchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yonsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Bilamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, og'izlarida iymon aytdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudiylardan kufriga fursat topsalar, kufrini izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahborlari to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'chlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudiylarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini joylaridan o'zgartirib etadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar, deydi. Alloh bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dabiy qilishga qodir bo'lolmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan, kufridan pok qilishni Alloh xolamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi.
Ular yolg'onga quloq sog'uvchilardir. Pora va jazoniga o'xshash haromni yeguvchilardir. Ey Muhammad, agar ular sening oldingga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ularning yinda Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad, qandoqcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi? Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkor bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ani shular Tavratqami, sangami ishonmaguchilardir. Biz haqiqatan Musoga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tavrat bilan hukm qiladi. Yahudilarning zohidlari va ulamolarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudilarning ulamolari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va pora uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Ular, ya'ni Isroil avlodiga Tavratda shundoq belgildiki, jonga jon, ya'ni nohaq odam o'ldiriladi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nohaq qo'yayotgan odamning ko'zi qo'yib etiladi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nohaq kesganning burni kesiladi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nohaq kesganning quloqi kesiladi. Tishqa tish, ya'ni kishining tishini nohaq to'kkanning tishi to'kiladi. Va kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa, shundoq yordar qilinish bilan qisos ilinadi. Kimki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kaforat bo'ladi. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning, ya'ni Bani İsrail payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni, ya'ni uning Alloh tarafidan nozil qilinganligini e'tirof qiluvchi Isa ibn Maryamni avatdi. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan Injilni ato qildi. Injil o'zidan ilgari nozil qilingan Tavratni e'tirof qiluvchidir. Ya'ni uningga muvofiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va pand nasihatdir. Ahli Injillar, ya'ni Nasoralar, Alloh Injilda nozil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilsin. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Ey Muhammad, biz sana o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni e'tirof qiluvchi va ularga shahid bo'luvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni butun insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib berdi. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasoralarning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'onning
ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ularning Alloh sana nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechirishidan saqlangin. Agar ular Alloh sana nozil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad, bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki, kishilarning nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Parvardigorning toitidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib, gunohga cho'mguchilardir. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi odil kim bor? Hükümde Allah'tan adil kim var? Ey müminler, Yahudi ve Nasaralarını dost tutmanglar. Ular bir-birini dost tutudu. Sizlerden kimki ularını dost tutudiken, umu eni şulardan sanılıdı. Allah zalim kavmini hakikaten hidayet kılmaydı. Dilirda kesellik, yani münafıklık barlarının zaman özgürüp kapırlar zafer tapsa, özümüzge bir falaketçilik kelişinden korkımız deb, ular bilen dost buluşqa aldırğanlıqını körsen. Allah Resulullah'a ve Müslümanlarga g'alaba, yani Mekkeni fethi qilishni ota qiladi. Yoki bir ishni, yani ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ko'nglida yo'shirig'ini, yani mo'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekidi. Bu munofiqlarning musulmonlar qilgan hiyla mikri fosh qilinganda, mo'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim birga ekanliklariga Allah nomi bilan qattiq qasam ichishganlarmi, shu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. Ey mo'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularni Allohni do'st tutadigan mo'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Shubhisizki, sizlarning do'stinglar Allohdir. Allohning rasuldir. Ve mo'minlardirki, mo'minlar ta'idil arkan bilan namoz o'taydi, zakat beradi. Ular Allohning amriga kamtarlik bilan bo'ysunguchilardir. Kimki Allohning payg'ambarini va mo'minlarni do'st tutadigan, u Allohning jamoasidanmi? U Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. Ey mo'minlar, sizlarning ilgari kitob berilganlar, yani Yahudilar ve Nasaralardan dininglarni masxara ve o'yinchoq qilganlarni do'st qilmanglar. Agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar namozga chaqirgan, yani azon etgan chig'inglarda ular namozni ham sizlarni masxara ve o'yinchoq qiladi. Bu shuning uchunki, ular namozning hikmetini ve namozning nafsini paklaştaki g'oyasini tushunmas qavmdir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudi va Nasaralar jamoasi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchilikinglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki, sizlarga Allohning nazaridagi buningdanmi yomon jazoni aytib beraymi? U shunday kishilarning jazosiki, Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi va ularga g'azab qildi. Alloh ularning bir qismini maymun va cho'shqi qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qiladigan qildi. Ana shularning o'rni eng yomondir, ya'ni do'zaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. Yahudilarning munofiqlari yininglarga kelgan chog'da,
biz iman etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammad yeniga kufri bilan kirib, kufri bilan chiqib ketdi. Ya'ni sendan anglagan ilmdan foydalanmadi. Allah ularning yo'shirgan narsini, ya'ni nifaqini va kufrini obdan biladi. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm silishga va harom yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ularning zohidlari, ahborlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi? Ularning qilmishlari nima degan yomon? Yahudilar Allah'ның qo'li bağlaqlıqdır. Yani Allah bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allah'ның rahmetidan yiroq qilindi. Amalda Allah'ның ikki qo'li ochiqdir. Qanday xolisa shundaq rizq berdi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrini oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qildi. Biz ularning orsiga qiyomatgacha davomlashadigan o'shmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'ladi. Urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chirdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuriydi. Allah buzg'unchilik qiluvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa va Alloh cheklagan ishlardan parhez qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizatdik. Agar ular Tavratga, Injilga va Parvardigori tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustilaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qiluvchilar? Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qiluvchilar? Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkamlarga hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga og'udak dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Parvardigoringlardan nozil qilingan ahkamlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrini oshirdi. Kofir qavm uchun qo'yg'urmag'in. Chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Mo'minlardan, Yahudilardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uvchilardan, Nasaralardan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qo'yg'urish yo'qdir. Biz Bani Isroildan haqiqatan chin ahd oldik. Ularga dinning ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon biror payg'ambar ular yoqtirmaydigan ahkamni epkasa, ular payg'ambarlarning bir bo'lgini yolg'onchi qildi, bir bo'lgini o'ldirdi. Ular biz Isroil avlodi payg'ambarlarni o'ldirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular g'os bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadi. Ondan keyin ular tavba qildi. Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'uni yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Yana pand nasihat anglashdan g'os bo'ldi. Alloh ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki Alloh Maryamning o'g'li Isodir deguchilar kofir bo'ldi. Iso: "Ey Bani Isroil,
Mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimki Allohga sherik keltirdigan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zamonlarga hech bir madadkor, zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi, dedi. Alloh 3 ilohning biridir deguchilar shaksiz kafir bo'ldi. Bir ilohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Bir ilohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlardan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi. Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Allah tavba qiluvchilarga nihoyat mag'firat qiluvchidir. Nihoyat mehribondir. Maryam o'g'li Iso faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tomoq yeydi. Yana ularning boshqa maxluqlarga o'xshashlar go'sht, suyak, to'mir va paylardan tarkib topgan edi. Tomur va paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga, oyatlarimizni qandoq bayon qildiganligimizga qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qarag'in. Ey Muhammad, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar? Degin. Alloh bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chakdan ishib ketmanglar. Ilgari o'zlari ozgan, nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafsi xohishlariga ergashmanglar degin. Bani Isroildan kofir bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li Isoning tili bilan, ya'ni Zaburda va Injilda la'nat qilindi. Bu, ya'ni ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan eshib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'simaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular, ya'ni Yahudilarning ichida nurg'unlarining kofirlarni, ya'ni Rasulullohni va musulmonlarni o'sh ko'rish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlagan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini ib keldi. Ular mangu azobga qog'uvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kofirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fasihlardir. Ey Muhammad, Yahudilar va mushriklarning mo'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mo'minlarga hammadan yaqin ekanligini cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida o'limalar, rahiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir.